Tavob qudumni qanday qilish kerak? Savol. Assalomu alaykum, hurmatli ustoz. Men bu yil hajga bormoqchi. Haj qo'llanmalarini ko'rib chiqqan bo'lsam-mu, oydin bo'lmagan bir qancha masala borasida savolimga yordam qilsangiz. Men Zulqa'da oyining 20 kunlaridan burun borgandan keyin haj tamattu yoki haj qiron qilsam bo'lamdi. Ba'zilar umrini faqat Ramazonning oldida borganda qiladi deydi. Zodi qandoq? Agar haj tamattu yoki haj qiron qilsam, tavob qudumni qandoq qilaman? Haj tamattu qilish uchun Beyjingdan yo'lga chiqsam, nada ihrom bog'layman? Nima ishlarni qilib, ondan ihromdan chiqaman? Haj vaqtigacha qaysi faoliyatlar bilan bo'lish yaxshi? Tushuntirib qo'ysangiz rahmat. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila taobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Hajga bormoqchi bo'lgan kishi hajning haj tamattu, haj qiron va haj ifrotdan iborat 3 turdan birini tanlab niyat qilsa bo'ladi. Birinchi, haj tamattu deganimiz haj oylari bo'lgan Shavvol, Zulqa'da va Zulhajja oyining dastlabki 9 kuni ichida umrga niyat qilib, ihrom bog'lab, tavob va sa'iy qilib umrini to'liq qilgandan keyin chat tushirtib ihromdan chiqib yurtiga qaytmasdan Makkada kutib turib, Zulhajja oyining 8-kuni turgan yatqidan hajga niyat qilib, ihrom bog'lab, Mina, Arafatlarga chiqib haj qilishdan iborat. Ihromdan chiqib turgan arliqda ihrom bog'lamagan bo'lg'achqa kiyim-kechak, atir, jima qatorliq ihromdan cheklangan ishlar u kishiga cheklanmaydi. Buning uchun Minada bir hadiya qurbonlik vojib bo'ladi. Ikkinchi, haj qiron deganimiz haj bilan umriga birla niyat qilib, umrini qilib ihromdan chiqmasdan hajni qilib etib, ondan biroqla ihromdan chiqishdan iborat. Yoki umrini niyat qilib ihrom bog'lab tavob qilmay turib, hajni umriga qo'shib niyat qilib etib, umrni qilib ihromdan chiqmasdan hajni qilib etib, ondan biroqla ihromdan chiqishdan iborat. Buning uchunmi Minada bir hadiya qurbonlik vojib. Uchinchi, haj ifrot deganimiz umrini niyat qilmasdan faqat haj niyati bilan ihrom bog'lab haj qilish. Buningda Makkaga kelib tavob qudum qiladi. Chat tushirmaydi, ondan Safa Marva arliqida hajga sa'iy qiladi. Xolisa bu sa'iyni haj tavobidan keyinga kechiktirsimi bo'ladi. Buning uchunmi hadiya qurbonlik vojib bo'lmaydi. Mazkur so'rg'uchi haj tamattu qilgani afzal. Chunki hojilar odatda yurtlardan hadiya qurbonlik olib kelmaydi. Hadiya qurbonlik olib kelmaganlar uchun tamattu afzal. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadiya qurbonlik olib kelmagan sahobalarni tamattu qilishga buyurgan va menda haramga akelgan qurbonlik bo'lmasa edi, ihromdan chiqatdim degan. Yana kelib umr qilib hajga qadar bo'lgan arliq xali uzun hamda bu muddatda ihromdan chiqmay turish intayin qiyin bo'lg'achqa cheklangan ishlarni qilib salib ko'p miqdorda fidya to'lishi turganlar gap. Umrni faqat Ramazonda borganda qiladi deydigan gap yo'q. Haj uchun borganda bo'lsin, umriga borganda bo'lsin, yil bo'yi qilsa bo'ladi. Anas roziyallohu anhu mundaq rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 4 qatim umra qilgan bo'lib, o'zining haji bilan birga qilgan umrasidan boshqa umralarning hammasini Zulqa'da oyida qilgan. Bular Hudaybiyadan Zulqa'da oyida qilgan umra. Keyin Zulqa'da oyida qilgan umra. Hunayn o'ljalarni taqsim qilganda Ji'ranadan Zulqa'da oyida qilgan umra va o'zining haji bilan birga qilgan umridir. Ma'lumki, Ulug' Ka'ba dunyoning har qaysi joylaridan Ka'bani ko'zlab keladigan hojilarning boradigan nishoni bo'lg'achqa, haj yoki umra qilguvchi Ulug' Ka'baga yetib kelganida har ishdan avval Ka'bani tavob qiladi. Bu tavob qudum tavobi, salom tavobi, uchrashish tavobi va tahiyya tavobi deb ataladi. Bu xuddi masjidga kirgan kishi kiribla 2 rakat tahiyyatul masjid namozi o'qiganga o'xshaydi. Tavob qudum hukmi ko'pchilik olimlarning qarashida Makka sirtidan kirganlar uchun sunnat bo'lib, tark qilinsa gunoh bo'lmaydi yoki qon kelmaydi. Haj tamattu qilgan taqdirda umriga tava bo'lgan bir tavob qudumga hisob bo'ladi. Ayrim umriga borgan kishining tavobimi shundoq. Bu ahvolda ayrim tavob qudum qilmaydi. Ammo haj qiron yoki haj ifrot qilgan ahvolda Makkaga kelib qilgan tunji tavobi tavob qudum bo'ldi.
Haj tamattu yoki boshqa turlik haj qilish uchun Beyjingdan yo'lga chiqqan taqdirda Beyjing aerodromida ehrom bog'lab niyat qilsimi yoki Saudiya Arabiston doirasiga kirib aeroplan xodimi ehrom bog'lash chegarasi miqotga keldik deb jakarlaganda ehrom bog'lab niyat qilsimi bo'ladi. Fursat topolmay yoki bilmay qolgan favqulodda ahvolda Jidda aerodromiga tushganda bog'lab niyat qilib olsami bo'ladi. Ehram bog'lash deganimiz ehram kiyimini kiyishli bo'lmasdan balki haj yoki umraga niyat qilib ba'zi ishlardan yiroq turishni ko'rsatadi. Niyat qilmasa ehram kiyimini kiyib olsami ehromlik holatga o'tmaydi. Ehramga kirmoqchi bo'lganda tirnoq va choch ilishdek badan tozaligi qilib tahorat ilib yoki yuyinib tikilgan kiyim-kechaklarni to'liq solib o'tib ehram kiyimi bo'lgan ikki parcha oq raxtga o'rinib umra yoki hajga niyat qilamiz. Bu niyat bilan ehromga kirgan bo'lamiz. Ondan 2 rakat namoz o'qiymiz va talbiya to'laymiz. Ehromga kirgan holatda choch, tirnoq ilish, atir ishiltish, jidal majro qilish va jimaga munosabatli ishlar cheklanadi. Shundaqla ehrom holatida do'ppa degandek bir narsa kiyib beshini yo'ginib olmaydi. Ko'ynak, chapon va qo'nishliq oyoq qatorliq kiyim-kechaklarni kiymaydi. Kamar yoki belbog' taqib olsa bo'ladi. Olmaydi. Pit yoki shuningdek narsalarni o'ldirmaydi. Yuyunsa munchaga kirsa bo'ladi. Haj tamattuda tavob sa'idan keyin choch tushirtib umrini tamom qilib, ondan ehromdan chiqadi. Haj qiron yoki haj ifratda hajni tamomlab, ondan ehromdan chiqadi. Ayollarmi erlarda qoladi, lekin ehromlik kiyimi ayollar odatda kiygandek shariatga muvofiq kiyimni kiysa, ehromlik kiyimi kiygan bo'ladi. Yot erlar yo'q yerda ehromlik holatida yuzini yo'gib olmaydi. Shundaqla hayzlar holatda har qanday tavobni qilmaydi. Boshqa ishlarni erlarga o'xshash qiladi. Haj qilish farz hajni ado qilmagan har bir musulmon arzu qiladigan iymon yangilash va umrlik safar bo'lg'achqa, bu ulug' safarga oldin maxsus tayyorlik qilish lozim. Oldi bilan bandalarning haqlarini qaytarib, ularning roziligini olish kerak. Ondan haj ahkamlarini yaxshi o'rganish va hojim degan nomga erishish qatorliq riyoga yotadigan qilmishlardan o'zini yiroq tutib, hajdan maqsad qilingan imoniy tarbiyani o'zlashtirishga alohida tirishchilik ko'rsatish lozim. Bo'libmi İbrahim alayhissalom, buvi Hajar va o'g'li İsmoil alayhissalomlarning haj faoliyatlarida o'rnak qilingan Allohga butunlay yuzlanish, to'liq bo'ysunish, barliqni qurbon qilish, haqiqiy tavakkul qilish va shaytonga taqobil turish qatorliq bir umr to'g'ri yo'lga mengishga asos bo'ladigan sog'lom tavhid aqidasini ashu ulug'larimizning ish izlarini bo'ylab amaliy yashab beqish orqali o'zlashtirib olishga alohida ahamiyat berish lozim. Haj vaqtigacha ko'pincha ahmoq kishilarning qilganidek to'xtamay do'kon aylanib avara bo'lmay yoki hamsafarlar bilan yotoqda yoki haram masjidda o'ltirib g'ayvat qilishmay Ka'bani tavob qilish, haram masjidda namoz o'qish, duo tilovat, zikr, din o'rganish, iymonni yangilash va ashunga munosabatli dunyo va oxiratda Allohning rahmati va mag'firatiga erishtiradigan foydali ishlar bilan bo'lish kerak. Hajdan qaytgandan keyinmi turmushida yangi sahifa ochib kafirlardan singdirib olgan xato ideya va nachar axloqlardan qutulib, aqida, ibodat, axloq va muomalada musulmon degan ismga loyiq bo'lishga tayyorlik ko'rish lozim. Vallohu a'lam bis-savob. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 2-tom 48 nomerlik fatvo.